Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kunlab umringiz o'tadi. Ham yo'lda qiylanasiz. Hozir qish kunida Rossiyada bilib turibsizlar, qorlar yaxshigina qor yog'ib turibdi. Yerlar muzlama, joningizni xatarga qo'ymasdan, 3 kunlab qiylanmasdan, bor yo'q bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Agarda samolyotda boradigan bo'lsangiz, ham umringizdan yutasiz, ham pulingizdan yutasiz, ham asabingizdan yutasiz. Yengil mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kun umringiz o'tadi birinchidan. Yo'lda ichki ishlar xodimlari to'xtatadi. Chegarada olib qolishi mumkin. Undan tashqari yeb ichishingiz, mashinaga rasxotingiz kamida 15-20 ming atrofida pulingiz ketadi. Agar samolyotda borsangiz, O'zbekiston fuqarosi yoki Qirg'iziston fuqarosi bo'lsangiz, 11900 rubldan borib kelasiz. Bu polni borib kelish xizmatingiz bo'ladi. Agar Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, 15500 rubldan boshlanadi. Agarda qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qiling. Eslatib o'taman, narxlar olinadigan kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Ahlan va sahlan.